Assalomu alaykum. Termiz davlat universiteti axborot texnologiyalari fakulteti amaliy matematika yo'nalishi 324-guruh talabasi Chorshambieva Zilolaning media savodxonlik va axborot madaniyati fanidan tayyorlagan taqdimoti. Mavzumiz ijtimoiy mediada tahdid va xavf-xatarlar. Tayyorladi Chorshambieva Zilola. Rejamiz 5 ta rejadan iborat. Birinchi rejamiz ijtimoiy tarmoq atamasi, ikkinchi reja ijtimoiy tarmoqdagi xavf-xatarlar, uchinchi rejamiz ijtimoiy tarmoqda tahdid nima, to'rtinchi rejamiz tarmoqdagi tahdidlardan himoyalanish, beshinchi rejamiz xulosa. Ijtimoiy tarmoq bu qiziqishlari o'xshash yoki offlayn aloqaga ega bo'lgan odamlar o'rtasida muloqot qilish, tanishish, ijtimoiy munosabatlar yaratish uchun, shuningdek ko'ngilochar va ish maqsadlariga ishlatiladigan onlayn platforma. Tarixi 1803-1869 yillarda yashagan 19-asrning rus yozuvchisi, faylasuf va jamoat arbobi Vladimir Adevskiyning o'zining 1835-yilda yozilgan 4338-yil tugallamagan optik romanida zamonaviy bloglar va umuman internetning paydo bo'lishini bashorat qilgan edi. Uning aytilishicha, tanish uylar o'rtasida magnit telegraflar joylashgan bo'lib, ular orqali uzoq masofada yashovchilar bir-biri bilan gaplashadi. Shuningdek, ko'p xonadonlarda, ayniqsa yaxshi tanish bo'lganlar o'rtasida nashr etilgan uy gazetalari haqida. Bu gazetalar oddiy yozishmalar o'rnini bosadi. Internet ijtimoiy tarmoqlar 1995-yilda Classmaster.com AQSh portali paydo bo'lishi bilan mashhurlikka erisha boshladilar. Loyiha juda tez muvaffaqiyatli bo'ldi. Bu keyingi sanoqli yillarda bir nechta o'nlab, shuningdek o'xshash xizmatlarga paydo bo'lishiga olib keldi. 1983-yilda allaqachon dunyoda 800 ta, 1988-yilda esa 5000 ta elektron doskalar mavjud bo'ldi. Ko'rinishi va turlari: soxta akkauntlar, shaxsiy ma'lumotlarning oshkor bo'lishi, kiberbulling, phishing va zararli havolalar, yolg'on axborot va propagandalar. Ijtimoiy tarmoqda 6 ta ilmiy asoslantirilgan xavfli jihatlari. Birinchi jihati bu ijtimoiy tarmoqlar ko'nikishlariga yuzaga keltiradi. Bu ekspertlar internetga ko'nikib qolish yoki ijtimoiy tarmoqlarda ko'nikib qolish sindromi mavjud emasligi haqida yagona fikrga ega emas. Biroq har ikkala holatda ham javob tasdiq shaklida bo'lishi barcha asoslari bor. Ikkinchi, sog'liqni saqlash sohasidagi mutaxassislarda o'tish bu yangi chekinish ekanligini ta'kidlamoqda. Uzoq vaqt davomida o'tirish odati keltirib chiqarilganidan xastaliklar, ular oqibatida har yili qancha odam vafot etganini hisobga olsak, o'tirish sog'lig'imiz uchun juda jiddiy tahdidlardan biri hisoblanadi. Sog'liqni saqlash sohasida mutaxassislar o'tirish bu yangi chekish ekanligini ta'kidlamoqda. Uzoq vaqt davomida o'tirish odati keltirib chiqaradigan xastaliklar, ular oqibatida har yili qancha odam vafot etganligini hisobga olsak, o'tirish sog'lig'imiz uchun juda jiddiy tahdidlardan biri hisoblanadi. To'rtinchi, o'z hayotimizning boshqalarniki bilan taqqoslash ruhiy shikastlarga olib keladi. Facebook kishilarda ijtimoiy hasad tuyg'usini uyg'otadi. Ijtimoiy tarmoq yakkalanib qolishidir. 4-5. Ijtimoiy tarmoqlar hasad tuyg'usini uyg'otadi. Ijtimoiy tarmoqlarda taqqoslash, hasad uyg'otish sir emas. Birgina Facebook shunchalik hasad hissini yuzaga keltiradiki, uning salbiy hissiyotlarda o'chog'i sifatida qabul qilish mumkin. 6. Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish o'zimiz yaxshi his qilishimizga sabab bo'ladi degan illyuziyani boshqalardan kechamiz. Biz yangi dozadan so'ng o'zini yaxshi his qila boshlashi haqida o'ylaydigan, aslida esa o'zini o'ldiradigan narkomanlarga o'xshab qolamiz. 3. Ijtimoiy tarmoqdagi tahdidlar. Hozirda internetda tarqalayotgan ma'lumotlarning rang-barangligi va ko'pligidan ularni qay biri to'g'ri-yu, qay biri noto'g'ri ekanligini ajratib olish mushkul. Islom dushmanlari musulmonlar o'rtasida fitna chiqarish uchun internet o'rgimchak to'ri
juda ustalik bilan foydalanishmoqda. Birgina Facebook ijtimoiy tarmog'ida turli tillarda bir qancha guruhlar ochilib, soxta g'oyalar muntazam ravishda tarqalib, ko'payib borishyapti. Din nomi bilan ish yuritilayotgan g'arazli kimsalar yoshlarni o'z tuzog'iga eltirishda internetdan ustalik bilan foydalanishmoqda. O'zlarini yaqin do'st yoki hidoyatga chorlovchi sifatida tanitib, yoshlarni to'g'ri yo'ldan chalg'itmoqda. Afsuski, ko'p yoshlar islom niqobi ostida olib borilayotgan buzg'unchilik harakatlarini qurboni bo'lib, din dushmanlari quroliga aylanib qolmoqdalar. Ular nozik chegaralar chizig'ini anglamay, shunday targ'ibotlarga uchib, o'zini dindoshlari X aqli va o'zi tug'ilib o'sgan vataniga qarshi isyon qilishgacha borib yetishmoqdalar. Buzg'unchi oqimlar o'z sahifalarida yoritgan fikrlarini asoslash uchun asosan Ibn Taymiya, Abu Ali Mudri, Muhammad ibn Abdul Vahhob, Hasan al-Bannon, Sayyid Qutb, Muhammad Ilyos Kandahvali, Taquddin Nabohiy, Abdul Qadim Zallum, Sayyid Nursi, Fathulla Guden kabi qo'shtirnoq ichidagi ulamolarning manbalarida iqtiboslar keltirishadi. Afg'onistonda Tolibon harakati o'z safiga yangi a'zolarni jalb etish, erishilgan yutuqlarni ovoza qilish va zarur ma'lumotlarni e'lon qilish maqsadida 2011-yilning may oyidan boshlab dunyo bo'ylab ommalashtirilgan Twitter ijtimoiy tarmog'idan foydalana boshlagan. Vaholanki, Tolibon harakati televizor, radio singari zamonaviy texnologiyalarni mutlaqo inkor etib, o'z a'zolarini bulardan ehtiyot bo'lishiga qattiq buyurar edi. Hozir internetda tarqalayotgan ma'lumotlarning rang-barangligi va ko'pligini ular qay birini to'g'ri-yu qay birini fitna chiqarish uchun internet o'rgimchak to'ridan juda ustalik bilan foydalanmoqda. Birgina Facebook ijtimoiy tarmog'ida turli tillarda bir qancha gunohlar ochilib, soxta g'oyalarni muntazam ravishda tarqatib, ko'payib borishyapti. Terrorchilar o'zlariga tegishli veb-sahifa va ijtimoiy tarmoqlarda shahidlik, jihod, hijrat, takfir, xalifalik kabi tushunchalarni buzib, talqin qilish natijasida ayrim yoshlarni o'zlarining tuzoqlariga intilishga muvaffaq bo'lishyapti. Eng achinarlisi, shu o'rinda mashhur olim marhum Muhammad Said Ramazon Butiyning terrorchilar xususida aytgan quyidagi so'zlarni keltirishimiz mumkin. Ular bir vaqtning o'zida biror aybi yo'q musulmonlarni kechasi bo'g'izlab ketishni shariat ruxsat bergan ish deydilar. Ular oddiy yo'lovchilar to'la samolyotni ichidagi aybsiz insonlar bilan qo'shilib portlab yuborishni ham shariatda bor ish deydilar. Har kim ko'zlarini yumib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bugun oramizda yuribdilar deb xayol qilsin. U zot shunday razil ishlarga rozi bo'lar edimi? Muqaddas islom dinida begunoh inson qoni to'kish buzg'unchilikning eng ulkan ko'rinishi hisoblanadi. Islom dini hatto chumoliga ozor berishdan ham qaytaradi. Bunday vahshiylikni qilayotganlar dinga e'tiqod qilgani haqida qancha lof urmasin, qilgan yovuzliklari, bu da'volari soxta ekanini fosh etmoqda. Bugungi kunga kelib internet tizimining ijtimoiy tarmog'ida ma'naviy axloqiy tubanlikni targ'ib etuvchi sahifalarning soni bir necha 100 milliondan oshmasligi insoniyatni yanada tashvishlantiradi. Bu haqda Chingiz Akmatov taqdir boshiga kiydirish shart emas. Eng sodiri shunday yozadi: tuya terisi odamni istalgan urush jang maydonidan emas, balki mafkura maydonida yuz beradi. Shu jihatdan qaraganda yoshlarning ko'p vaqtini internetda behuda sarflash katta fojiadir. Chunki globallashuv jarayonida mafkuriy ta'sir o'tkazish ko'lamini haddan ziyod kengaytirish beqiyos darajada tezlashib yuborganidan ham ko'rinadi. Inson o'z mustaqil fikriga, zamonlar sinovidan o'tgan hayotiy milliy qadriyatlarga sog'lom negizda shakllangan dunyoqarash va mustahkam irodaga ega bo'lmasa, har
turli ma'naviy tahdidlarda ularni goh oshkora, goh pinhona ko'rishi ta'siriga bardosh bera olmasliklari tabiiy hol. Internet tizimi ijtimoiy tarmog'idan olingan to'g'ri, ishonchli va zararsiz ekanligini bilish. Yaxshi-yomonni farqiga bormagan yoshlar ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatilgan har qanday ma'lumot, xabarlarni haqiqat deb qabul qilishlari xavotirga solmoqda. Ular g'arazli maqsadlari yo'lida yoshlarni buzg'unchilik, begunoh odamlarni qonini nohaq to'kish kabi jinoyatlar avj olib, fuqarolar tinchligini buzib, xalq orasida nizo chiqarishga harakat qilmoqdalar. Xulosa: yuqorida keltirilgan ma'lumotlar ijtimoiy tarmoqlarda hech qanday naf yo'qligini ko'rsatadi. To'g'ri, uzoq masofada aloqalarni saqlab turish yoki anchadan buyon aloqani yo'qotgan do'stlaringizni topishga yordam beradi. Biroq ijtimoiy tarmoqlarda shunchaki vaqtni o'tkazib yoki undan ham yomoni kayfiyatini ko'tarish uchun foydalanish juda yomon g'oya.